Tasavvur qiling. Bir tarafda Ronald Reid ismli oddiy bir qariya. U umrining 25 yilini mashina tuzatishga, 17 yilini esa pol supurishga bag'ishladi. U juda oddiy, ko'rimsiz kiyimda yurardi, hatto do'stlari uning puli bor yo'qligini bilmasdi. Ikkinchi tarafda esa Richard, Garvard universitetini bitirgan daho. Merrill Lynch bankining eng kuchli rahbarlaridan biri. U shunchalik boy ediki, uyida ikkita suzish havzasi va shaxsiy lift bor edi. Mantiqani olib qarasak, kim moliyaviy savodxonroq? Kim hayotda yutdi? Albatta Richard, to'g'rimi? Lekin Ronald Reid 92 yoshda vafot etganda butun dunyo shokka tushdi. Bu oddiy farroshning yostig'i tagidan emas, bank hisobidan 8 million dollar pul chiqdi. Xuddi o'sha yili esa daho banker Richard hamma narsasidan ayrilib bankrot deb e'lon qilindi. Qanday qilib maktabni zo'rg'a bitirgan farrosh dunyoning eng kuchli moliyachisini dog'da qoldirdi? Bugun siz bilan Morgan Housel'ning Pul psixologiyasi kitobining birinchi qismini ochamiz. Mavzuyimiz hech kim jinni emas. Sizningcha odamlar nima uchun pul bilan g'alati ishlarni qilishadi? Nega ba'zilar oxirgi puliga lotereya sotib oladi? Nega bobomiz pullarini bankka qo'yishga qo'rqib sandiqda saqlaydi? Nega do'stingiz bor pulini qandaydir kriptovalyutaga tikib yuboradi? Siz ularga qarab ahmoq ekan yoki jinni ekan deysiz. Lekin Morgan Housel ajoyib bir haqiqatni aytadi. Pul borasida hech kim jinni emas. Gap shundaki, siz va men dunyoning turlicha ko'ramiz. Masalan, mening avlodim tinchlik davrida o'sgan bo'lsa, inflyatsiya nima ekanligini kitobdan o'qigan. Lekin 1990-yillarda yashagan, bir kechada pullari qadrsizlanib qolgan insonlarcha, ular uchun pulni bankda saqlash bu ahmoqlik. Ular uchun eng ishonchli narsa bu uyda turgan oltin yoki mol, qo'y. Men ularni qaloq deb o'ylashim mumkin. Ular esa meni g'o'r deb o'ylashi mumkin. Lekin aslida ikkimiz ham haqmiz, chunki biz o'zimiz ko'rgan dunyodan kelib chiqib qaror qabul qilamiz. Keling, faktlarga yuzlanamiz. John Kennedy, AQSh prezidenti shunday degan edi: "Men buyuk depressiya, ya'ni inqiroz nima ekanligini hech qachon tushunmaganman. Mening oilam boy edi. Bizning dasturxonimizda har doim ovqat bo'lgan. Ko'ryapsizmi, hatto prezident bo'lsa ham u oddiy xalqning qo'rquvini his qila olmasdi." Yana bir misol. Agar siz 1970-yillarda tug'ilgan bo'lsangiz, o'smirlik davringizda aksiya bozori 10 barobar o'sganini ko'rgansiz. Siz uchun investitsiya bu boy bo'lishning eng oson yo'li. Lekin agar siz 1950-yilda tug'ilgan bo'lsangiz, o'smirlik davringizda bozor bir joyda tepsinib turganini ko'rgansiz. Siz uchun aksiya bozori bu vaqtni behudaga ketkizishdir. Bu ikki inson pul haqida bahslashsa, hech qachon bir-birini tushunmaydi, chunki ularning moliyaviy ko'zoynaklari har xil. Biz hammamiz o'z davrimizning qurbonlarimiz. Biz o'qigan kitoblarimizga emas, balki boshimizdan o'tkazgan qo'rquvlarimizga ishonamiz. Eng og'ir misolga o'tamiz. Statistikaga ko'ra eng ko'p lotereya chiptalarini kim sotib oladi bilasizmi? Boylarmi? Yo'q. Eng ko'p lotereyani favqulodda vaziyat uchun zaxira puli ham bo'lmagan eng kambag'al oilalar sotib oladi. Yiliga ular o'rtacha 400 dollarni lotereyaga sarflaydi. Vaholanki bu pulga ular bolalariga kiyim yoki ovqat olishlari mumkin edi. Siz chetda turib bu mantiqsizlik, ahmoqlik. Shuning uchun ham ular kambag'al deb hukm chiqarishingiz mumkin. Lekin keling, bir daqiqaga ularning o'rniga o'tib ko'ramiz. Morgan Housel kitobda ularning nomidan shunday deydi: "Siz bizning hayotimizni tushunmaysiz. Bizning orzularimiz yo'q. Biz har kuni faqat qornimizni to'ydirishni o'ylaymiz. Biz ta'tilga chiqa olmaymiz, mashina ola olmaymiz. Siz o'rtahol odamlar kelajakka ishonch bilan qaraysiz. Biz esa faqat bugungi kun bilan yashaymiz. O'sha lotereya chiptasi bu bizning yagona umidimiz. O'sha chiptani ushlab turgan bir daqiqa ichida biz o'zimizni xuddi sizdek, xuddi boylardek his qilamiz. Biz shu his uchun pul to'laymiz." Ular to'g'ri qilishyaptimi? Matematik jihatdan yo'q, lekin psixologik jihatdan ular jinni emas. Ular shunchaki umid sotib olishyapti. Xulosa qilib aytganda, birinchi bobning darsi shunday: odamlarning moliyaviy qarorlari ustidan kulmang. Bizga ahmoqlik bo'lib tuyulgan narsa boshqa birov uchun hayot-mamot masalasi bo'lishi mumkin. Va eng muhimi, o'zingizga savol bering. Siz bugun qilayotgan pul bilan bog'liq qarorlaringiz, ular haqiqatdan ham aqlga asoslanganmi yoki siz ham ota-onangizning qo'rquvlari, yoshligingizdagi yetishmovchiliklar yoki shunchaki jamiyatdagi trendlar asosida ish qilyapsizmi? Dunyoda Bill Gatesni tanimaydigan odam yo'q. Microsoft asoschisi dunyoning eng boy odamlaridan biri. Biz uning muvaffaqiyatiga qarab, u daho, u tinimsiz mehnat qilgan, u kelajakni ko'ra olgan deymiz va bu to'g'ri.
Lekin Bill Gatesning muvaffaqiyat tarixida bizga aytilmagan, qorong'ulikda qolib ketgan yana bir ism bor. Uning ismi Kent Evans. U Bill Gatesning eng yaqin do'sti edi. U Bill Gates kabi aqlli, u kabi daho va u kabi kompyuterga qiziqardi. Ular birgalikda Microsoftni qurishlari, birga dunyoni o'zgartirishlari kerak edi. Lekin nega bugun Bill Gatesning ismini hamma biladi-yu, Kent Evansni hech kim eslamaydi? Pul psixologiyasining ikkinchi qismida biz omad va tavakkal haqida gaplashamiz va ishonavering, bu hikoya sizning muvaffaqiyatga bo'lgan qarashlaringizni butunlay o'zgartiradi. Keling 1968-yilga qaytamiz. Bill Gates 13 yoshda edi. U Lakeside nomli maktabda o'qirdi. Bu oddiy maktab emas edi. Bu dunyodagi kompyuter o'rnatilgan sanoqli maktablardan biri edi. Faktlarga e'tibor bering. 1968-yilda dunyoda oliy ma'lumotli olimlarning hammasida ham kompyuterga kirish imkoniyati yo'q edi, lekin 13 yoshli Bill Gatesning maktabida kompyuter bor edi. O'sha yili dunyoda Bill Gates tengi 303 million bola bor edi. Ulardan atiga 300 tasi Lakeside maktabiga kirishga muvaffaq bo'ldi. Bu degani Bill Gatesning o'sha kompyuter qarshisida o'tirish ehtimoli milliondan bir edi. Yillar o'tib Bill Gatesning o'zi shunday deydi: agar Lakeside maktabi bo'lmaganda Microsoft ham bo'lmas edi. Ha, Bill Gates daho edi, ha, u mehnatkash edi, lekin tan olishimiz kerak, uning taqdirida milliondan bir bo'lgan omad bor edi. U kerakli vaqtda, kerakli joyda bo'ldi, lekin tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Endi sahnaga ikkinchi daho chiqadi, Kent Evans. U Bill Gatesning sinfdoshi va eng yaqin do'sti edi. Bill Gates intervyularda aytadi, Kent mendan yaxshiroq edi. U lider edi, biz kelajakda biznes qilishga va'da bergandik. Ular bir xil maktabda o'qidi, bir xil kompyuterda ishladi. Ikkalasi ham milliondan bir omadga ega edi, lekin Kent Evans maktabni bitira olmadi. U Microsoft asoschisi bo'la olmadi. Chunki maktabni bitirishdan oldin Kent tog' chang'isi mashg'ulotlarida ishtirok etayotib, baxtsiz hodisa tufayli vafot etdi. Endi yana statistikaga qaraymiz. O'sha yili AQShda millionlab o'quvchilar tog'ga chiqardi. Tog'da halok bo'lish ehtimoli taxminan milliondan bir edi. Taqdirning hazilini ko'ryapsizmi? Bill Gates muvaffaqiyat qozonish uchun milliondan bir omadga duch keldi. Kent Evans esa vafot etish uchun milliondan bir xavfga duch keldi. Bir xil aql, bir xil mehnat, bir xil orzular, lekin ikki xil taqdir. Morgan Housel ikkinchi bobda shunday deydi: omad va xavf bu egizaklardir. Ular bir narsaning ikki xil ko'rinishi. Hayotdagi hamma narsa ham sizning harakatlaringizga bog'liq emas. Biz odatda muvaffaqiyatli insonlarni ko'rganda ularni ko'klarga ko'taramiz. Ular bunga loyiq chunki ular aqlli deymiz. Muvaffaqiyatsiz insonlarni esa qoralaymiz. Ular dangasa, shuning uchun kambag'al deymiz. Lekin Kent Evans dangasa edimi? Yo'q. Agar o'sha mash'um voqea bo'lmaganda, balki bugun biz Bill Gates bilan birga Kent Evans ismini ham eshitgan bo'lardik. Balki Microsoft emas, Evans Soft bo'lardi. Biz muvaffaqiyatni o'lchaganimizda omad faktorini unutib qo'yamiz. Biz mag'lubiyatni o'lchaganimizda esa xavf faktorini inkor etamiz. Xo'sh, bu hikoyadan qanday xulosa chiqaramiz? Muvaffaqiyatingizga qarab kibrlanmang, balki siz shunchaki Lakeside maktabiga tushib qolgandirsiz va boshqalarning mag'lubiyatiga qarab ularga hukm qilmang. Balki ular xuddi Kent Evans kabi siz duch kelmagan ko'rinmas toshga qoqilgandirlar. Pul psixologiyasi bu faqat pul haqida emas, bu kamtarlik haqida. Dunyoda siz boshqara olmaydigan kuchlar borligini tan olish haqida. 3-bob. Rajat Gupta oddiy odam emas edi, u afsona edi. Hindistonlik Kalkutta shahrida yetim bo'lib o'sgan bu bola o'z mehnati bilan Garvard universitetiga kirdi va dunyoning eng nufuzli kompaniyalaridan birida rahbarga aylandi. 40 yoshida u hamma narsaga erishgandi: obro', hokimiyat va $100 million boylik. U Bill Gates va Bill Clinton bilan bir davrada o'tirardi. U BMT va Jahon iqtisodiyot forumining maslahatchisi edi. U o'z hayotida o'yinni yutgan inson edi. Unga boshqa hech narsa kerak emasdek tuyulardi, lekin 2012-yilda bu buyuk inson qamoqxona kamerasida o'tirardi. Uning obro'si bir tiyin bo'ldi. Uning karyerasi yakunlandi. Nega? Nima uchun $100 million bor odam o'zini jarga qulatdi? Pul psixologiyasining 3 va eng og'ir darsini o'rganamiz. Rajat Guptaning muammosi pulda emas edi, uning muammosi kimga havas qilishda edi. U millioner edi, $100 million pulga ega. Lekin u milliarderlar davrasida yurar edi. U Warren Buffett kabi insonni ko'rardi va o'zini kambag'al his qilardi. Inson psixologiyasining eng katta dushmani bu ijtimoiy taqqoslash. Sizda Nexia bor, siz baxtlisiz, lekin qo'shningiz Malibu olganda birdaniga sizning Nexiangiz ko'zingizga xunuk ko'rina boshlaydi. Rajat Gupta milliarder bo'lishni xohlayotgan, unga shunchaki boy bo'lish yetmasdi. U shunday dedi: "Men shu milliarderlar klubiga kirishim kerak." Ha, aynan shu yana ozgina degan ochko'zlik uni
jinoyatga yetakladi. 2008-yil inqiroz avjida. Rajat Gupta Goldman Sachs bankining direktorlar kengashi a'zosi edi. 23-sentyabr kuni soat 15:00 da yopiq majlis bo'ldi. Ular Warren Buffett banki $5 milliard sarmoya kiritmoqchi ekanligini aytishdi. Bu maxfiy xabar edi. Bu xabar chiqishi bilan bank aksiyalari osmonga uchishi aniq edi. Qonun bo'yicha bu sirni saqlash kerak, lekin Rajat Gupta nima qildi? Majlis tugashi bilan oradan bor yo'g'i 16 soniya o'tib, u o'zining do'sti Rajaratnamga telefon qildi. U do'stiga sirni sotdi. Do'sti darhol aksiyalar sotib oldi. Bir necha soat ichida ular $17 million foyda ko'rishdi. Rajat Gupta o'z ulushini oldi. U milliarderlar klubiga bir qadam yaqinlashdim deb o'yladi. Keling, hisob kitob qilamiz. Rajat Guptaning $100 million bor edi. U puliga istagan narsasini sotib olishi, istagan joyida dam olishi mumkin edi. U erkin edi, lekin u o'ziga kerak bo'lmagan, ya'ni bir necha million dollar uchun o'ziga juda kerakli bo'lgan obro', erkinlik, oila hammasini tikdi. Warren Buffett bu vaziyatni shunday tasvirlaydi. O'zingga kerak bo'lmagan narsani olish uchun o'zingga muhtoj bo'lgan narsani xavf ostiga qo'yish bu ahmoqlikdir. Bu shunchaki xato emas, bu mantiqsizlikdir. Rajat Gupta qamaldi. Uning oilasi sharmanda bo'ldi. Uning butun umrlik mehnati, yetim boladan katta bir kompaniya rahbarigacha bo'lgan hikoyasi bir tenga aylandi. Nima uchun? Yana ozgina ko'proq olish uchun. 3-bobning darsi shunday. Boylikning eng qiyin qismi bu daromadni ko'paytirish emas. Boylikning eng qiyin qismi bu darvoza ustullarini joyida ushlab qolishdir. Agar siz menga shu yetarli deya olmasangiz, siz hech qachon boy bo'la olmaysiz. Chunki dunyoda sizdan boyroq odam doim topiladi. Agar siz doim ko'prog'ini quvaversangiz, xuddi kazinodagi o'yinchi kabi oxiri hammasini yutqizasiz. Yetarli bu kam degani emas. Yetarli bu ochko'zlik, seni boshqarishga yo'l qo'ymaslik degani. Keyingi videoda biz murakkab foiz mo'jizasi haqida gaplashamiz. Qanday qilib vaqt sizni millioner qilishi mumkin? Kanalga obuna bo'ling. Ko'rishguncha.